aytganimdek asosiy IT kompaniyalar 4 ga bo'linyapti. IT integratorlar, разработчик o'sha developerlar, keyin produktовыйlar hamda 4-inchisi security, xavfsizlik. Xo'p, IT integratorlar kimlar? Bular o'sha produktовыйni distributorlari hisoblanadi. Misol uchun hamma biladigan ADNS, Bittrex, AmoCRM shunga o'xshagan yoki SAP SAP programmalar bor. Oracle. Ularni har bir davlatda, shaharda представительlari bo'ladi. O'zbekistonda misol ADNS 40 ga yaqin distributor bor, aktsionli ishlaydigan, litsenziyasini olishgan. O'sha ADNS produktini sotishadi. ADNS nomidan. IT integrator shunaqa. Xo'p, IT integratorlardan tashqari bu aytganimdek razработчиклар bor. Ya'ni ular faqat o'sha zakazga ishlashadi, buyurtmalar olib, nima qilib. Bu yerda eng qiziq narsa, misol IT integratorlardan farqi, IT integratorlar o'sha produktni olib kimgadir ishlab, qaysidir bozori belgilangan chetga chiqishi uchun qiynalishadi. Boshqa produkt bilan yoki nima bilan ishlash kerak, asosan ichki bozorda ishlaydi. Bular razработчиклар iloji boricha butun dunyo bo'yicha ishlashi kerak. O'ziga 3-4 ta davlatni belgilab olib, o'shanda zakaz olish. Chunki давайте так. Razработчикларда produktовыйlarga, o'sha IT integratorlarga qaraganda zakaz olish imkoniyati juda ham og'ir proses. Sababi aytaylik 1 oydan 2 yilgacha vaqt oladi. Xo'p, keyingisi produktовыйlar, ya'ni o'zini programmasini yaratgan va o'sha programmani sotadi. Buni sotishda o'zi ham sotishi mumkin. Hamda boya aytganimdek IT integratorlarni yollab ular bilan ishlagan holda ishlashi mumkin. Endi u marketing yo'nalishiga qaraladi. Xo'p, 4-inchisi security. Securityda bu yo'nalish bo'yicha men ham ish boshlaganman, xudo xolasa. Bu endi men aytsam bo'lar ekan, misol uchun qolganlarga o'xshab, startup kelajagi deyapti-yu. Security kelajagi haqiqatan men ko'ryapman. Nimaga? Chunki hamma ma'lumotlarimiz, misol o'zimizda o'sha chet elda u narsa rivojlanib bo'lgan, chet elda hattoki email security yo'nalishi bor, ya'ni elektron pochtangizni himoyalash bo'yicha xizmat ham ko'rsatadi. Endi bu korporativ nimalarga ko'rsatiladi? Korxonalarga. Bu bo'yicha menda security yo'nalish bo'yicha mentor kompaniya bor. Koreyaniki. Ular bilan shartnoma tuzganman. Ular bizga mentorlik qilib beradi, ustozlik qiladi, bilim almashish, boshqa narsalar bilan shug'ullanamiz. Bu IT kompaniyalar ko'p holatda konkurent bo'lishlariga men qarshiman. Men ko'proq o'sha bir-birini o'stirish uchun qiziqaman. Bitta o'sha даже IT integrator bo'lganimda ham mentor kompaniyam bor. Ukrainaniki. Yillik обороткasi $200 million. Ularning o'sha uchrashuvlar bilan oilaviy yaqinmiz. Siz nimadir bilasiz, boshqalarni men boshqa narsani biladi, shuna qilib bilim almashiniladi. Bu juda ham zo'r experience, o'sha bilim tajriba almashinuvi hisoblanadi. Xo'p, qisqacha endi securityni hozir ma'lumot bersam, securityda endi hozir nima bo'lishi mumkin? Bu yerda personalniy данные bu boshqa narsa. B2B ni o'zini olsak, biznesga ko'p serverlar hozir ma'lumotlar O'zbekiston hududida joylashish kerak. Bu degani ko'p korxonalar o'zini serverlarini o'rnatadi. Bu yerda endi ma'lumotlar o'g'irlanishi bor, ichki va tashqi. Ichkida shpionaj bo'lishi mumkin. Ya'ni kimdir xodimdan kimdir ma'lumotlarni ko'chirib, uni olib chiqib boshqalarga berish mumkin. Bu oldindan ham bor edi. Klientskiy baza sotilishi, analitik ma'lumotlar berilishi, buni tadbirkorlar yaxshigina biladi. Hamda top management. Endi bu yana ham kuchayadi. Xo'p,
Ikkinchi yo'nalish bu endi tashqi o'sha DDoS atakalar, boshqa narsalar bo'ladi. Bu nima desam bo'lar ekan, qaysidir ma'noda nafaqat bu biron bir kompaniya uchun kimlargadir shu narsa kerak. Katta urinda o'sha qaysidir korxona aytaylik O'zbekiston iqtisodiyotida rol o'ynab berayotgan bo'lishi mumkin. O'shanaqa kompaniyalarning ro'yxatini olib turib, misol o'sha ro'yxat siz mahsulot sotmoqchisiz, o'sha ro'yxatni barib olasizda siz ham. O'sha ro'yxat asosida misol обработка qilib ishlanadi холодный zonada. Bular esa o'sha ro'yxatni oladi va shu korxonalarga misol oddiy jaydar tushuntirganda hujum qilish bilan shug'ullanishadi. Nimaga? Iqtisodiyotga qanaqadir zarar yetkazish uchun. Xo'p. Endi IT integrator bo'lib shaxsiy tajribaga keladigan bo'lsak, kompaniya birinchi ochilganda MoiseCloud programma sotganman. Keyin boshqa programmalar sotganman. Yomon bo'lmagan, yaxshi bo'lgan. Eng katta xatoyim o'zbek programmasi bilan eksklyuziv do'kon qilib ishlaganim. Tavsiya bermayman. Agar mana bunaqa narsada produktoviy kompaniya agar o'zini ham отдел продажи bo'lib faqatgina aytaylik upor o'zini отдел продажиga qaratilgan bo'lsa, ichki sotuv bo'limiga u bilan ishlamagan ma'qulroq ekan. Nimaga? Sababi qaysidir vaqtdan keyin siz unga konkurent bo'lib qolishingiz mumkin. Sizni konkurent deb ko'rishadi. Misol Bitrixlarni oladigan bo'lsak, Bitrixlarda yaqinda ko'rdim 9 millionta kompaniya foydalanar ekan. Tasavvur qiling, juda ham katta daraja. Va ularni sotuv bo'limi qanaqa ishlaydi? Ular sotuv bilan marketing bitta jipslashgan holatda ishlaydi. O'zi aslida dunyo bo'yicha shunaqa ishlanadi. Faqat SNG davlatlarda отдел продаж bilan marketing alohida yuradi. Juda ham noto'g'ri yuradi. Xo'p. Ular siyosat qanaqa? Yevropaniki deylik. Ular boshidan asosan uporni nimaga beradi? Partnyorga beradi. Partnyorstvo bilan ishlayman deydi. Xuddi franshizalar hozir ko'payyapti-yu. Xuddi shunaqa tizimda ishlashadi. Ya'ni ularning asosiy upori partnyor ham ishlasin, partnyor ham mazza qilsin, mana mazza qiling degan narsani qo'yishadi. Masalan, anaqaladi unaqa emas, chunki nafaqat o'zim ishlagan partnyorim, produktovoy, balki boshqalardan ham eshitdim. IT integratorlar bor. O'zbek boshqa produktlari boshida 50% degan, endi men ochig'ini aytganda 15% ga ishlaganman. 15% keyin 20% qilib ko'tarishgan. 20% tasavvur qiling. Atiga 20%. O'sha sotilgan har bitta pulizda litsenziyadan oylik to'lovdan bittalik 150-200 ming bo'lsa, o'shani 20% oylik to'lov sifatida menga berilardi. Kompaniya o'rinda. Unda meni reklamam bor, men sotishim kerak. Unda внедренияlarni o'rgatadiganlarim bor. Boshqa xarajatlar bor. O'shalar hisobga olinib, misol uchun aytilgan, o'qitib o'rgatganingga o'zing olib qo'yurganda pulni. Lekin oylik to'lov 20% berilaman degan. Вот. Shunaqa. Keyingisi mana keyingi etap nima? Bu aytayotganim bitta boshqa o'zbek kompaniyasi boshqa bir tanish integratorga, samarqandlik bo'ldilar ular, integratorlar. Aytishgan Samarqand bo'yicha sotasiz yoki bo'ldi gap yo'q, 50%. Ish boshlashgan, chotki hammasi. Samarqandning o'zida где-то 600 ta klienti bor ekan-da, shunga yaqin. Tasavvur qilinglar, qanaqa yo'q. Shu bo'ldi, mehnat qilgan, harakat qilgan, pul tikkan, asab ketadi, boshqa ketadi. Rahbariyat o'zgarib qolgan. Aytgancha menda ham shunaqa bo'ldi. Rahbariyat o'zgarib qolganda keyin aytgan, "Yo'q" degan. 50% senga berilmaydi endi degan. Endi senga qancha beriladi deydigan bo'lsangiz, yolg'on bo'lmasa 30% ga ham tushirishgan. 30% mi beriladi degan. Shunga chidasang chida, chidamasang yo'q degan. Chunki o'sha 600 ta klientdan oyiga misol 600 ming so'mdan tushsa ham normalniy summa-da o'sha.
misol bitta kompaniyani shundoq oyma-oy boqib kelyapti. Hech narsa ish qilmasa ham shu 600 ta klient to'lovidan pul tushadi. Chunki ular vaqtida mehnat qilib qo'ygan, vaqtida o'sha qotgan nonga ham chidagan. Vaqtida kerak bo'lsa nonni ham olmasligi mumkin. Chunki ayrim integratorlar sotish uchun boshida kerak bo'lsa anaqa qilishadi. Nima deydi? Ayrim vaqtda pulni ham olishmaydi integratsiyani. Buning chunki klientlar har xil uchraydi. Sen bo'li o'sha viloyatda, misol uchun Toshkent shahri tushunishi mumkin. Kattaroq summa so'rasangiz, boshqasiz viloyatda endi savdo unchalik bo'lmasligi mumkin. Boshqa endi kompaniyaning uровniga ham qarabdi. Katta kompaniyalar beradi. Bunda oddiyroqlar berishga qiynaladi. Tем более aytaylik, ularniki do'konlar yo'nalishida ishlaydi. Endi do'konlar tем более berishga qiynaladi. Chunki hali ularga yetib kelmagan. Odamning mehnati, aqliy mehnati pul turishi haqida endi kelyapti. Вот. Endi nima demoqchiman bu bilan? Ular shunaqa qilib 600 ta klient yig'ib berganman ularga. Bitta viloyatda o'zidan tasavvur qilinglar. Yetimsiz mehnat ketyaptimi? Ras rahbariyat o'zgaryapti-da. Alidan vali kelyapti-da. Yo'q, bu yog'iga bunaqa ishlaysan. Chunki bizda ham ajal продаж bor, boshqa bor, Samarqandga biz ham sotamiz degan narsani qo'yyapti. Keyin yana muammolar nima? Misol o'zlarida ajal продаж bo'ladigan bo'lsa, o'zlari alohida skidka berishi mumkin. Yoki u bizani anaqa ajinlar emas, o'rtada xuddi pul yeydi degandek gaplarni aytadi. Qattan pul yeydi, lekin bizning o'zbeklar qanaqa tushunadi? Ustiga qo'yayotgan ekan deydigan narsa, lekin o'ylamaydi. O'sha narxi ichida o'tirishini, shuncha mehnat qilayotganligini, o'sha arzimagan 100 ming, 200 ming so'm oyiga tushadigan pul uchun. Lekin o'shani ham 100 ming, 200 mingni 100 ta, 200 ta, 300 ta klient qilaman, o'shandan zo'r pul qilaman deb maqsad qilib harakat qiladi-da. Ani partnyor bo'lgan bolalar, qizlar, partnyorlar. Bu yoqda esa alidan vali kelib siyosat o'zgaraveradi. Endi bu o'zbek biznesi. Men keyin anaqanikida ko'rdim. Misol Bitrixga o'xshagan deb aytdi bu. Bu kompaniyalarda Toma keladimi, Vasya keladimi, o'zgardimi? Lekin strategik yo'l o'zgarmaydi. Ya'ni bizga nonni kim beryapti degan narsa. Avvalambor klient, lekin shu klient pul olib kelish uchun sababchi bo'lgan. Bizda bor shunaqa zalotoy so'z, sababchi bo'lgan partnyorning haqqini kesmaslik kerak deydi. Tasavvur qiling, haqqini. O'sha birovni haqqidan ular nafaqat qo'rqishadi, balki ular reputatsiyasini o'ylaydi. Ertangi misol shuncha partnyorimiz bor. Bizdan voz kechadigan bo'lsa, biz bozorda rolimizni yo'qotib qo'yamiz. Undan kam qo'ram, hamisha qo'ram bosish kerak. Bular bitta joydan qanaqadir bir o'sha partnyorlarni rizqini siqib pul ishlashni o'ylamaydi. Ular nabarot ekspansiya qilishni o'ylaydi. Ya'ni eksportga chiqadi. Misol O'zbekistonda ishlayotgan bo'lsa, bo'ldi endi deydi Qirg'izga chiqamiz. Bo'ldi endi Mongoliyaga boramiz deydi. Misol Mongoliyadan ishlaymiz deydi. Mana shunaqa narsalarni aniq qilishadi. Yo'lga qo'yishadi. Вот. Shunda IT integratorlikdan shu sabab ketganman. Ya'ni o'zbek produkti bilan nima tuzganman? Eksklyuziv bo'ldi deganman. Lavz bo'lgan menda. Shartnoma qilib ishlaganmiz endi to'g'ri. Lekin lavz bo'lgan bo'ldi. Misol uchun Ukraina bilan ishlaysan. Boshqa qilmaysan degan, bo'pti deganman. Keyin o'rtada mana shunaqa vaziyat. O'tda ham normal klient yig'ib qo'yuvdi. Oyiga normal pul tushib, odam endi o'zbeklarimizda gap bor-ku bizda. Ko'kragiga endi shamol tekkanda deydi-yu. Shunaqa. Xo'p. Endi bunga biznes egasini o'zi ham unchalik sababchi emas, ochiq gap. Bunga ko'proq top management ham sababchi, chunki bu aytganimdek o'sha uchrayishlar o'zini o'rnida boshqaraman degan o'rniga odam tayinlagan odam esa boshqa sohadan, boshqa nimadan kelganda, xuddi bu yerda konkurent yetkazibmiz, chiqaryapmiz degan narsa bo'lmagan. Men o'shanda aytganman, "Voy,
ishon, men seni eng zo'r hamkoring bo'laman. Chunki bozorda yana bunga o'xshagan produktlar chiqadigan bo'lsa, biz nabarut dolyamizni zo'r egallab qola olamiz deganimda, kim chiqadi deganda. Degandan keyin ikkita moshinist chiqdi. Uni orqasidan zo'r investor chiqdi. O'zbekistonda birinchi o'rinda turadigan distributor investitsiya qildi unga. O'shaning uchun kelajagi qanaqa bo'lishini hech kim bilmaydi-da. Bu narsani esa Yevropaning o'sha produktli kompaniyalari yaxshi biladi. Chunki shu narsadan o'tib kelishyapti. Xo'p. Endi bu IT integratorlik haqida edi, o'shundan chiqib ketish. Endi birinchi boshlayotgan ITga qiziqqanlarga tavsiya beraman. Ochiq gap IT integratorlikdan chiqishi. Chunki u yerda programmist kerak bo'lmaydi. U yerda o'zingiz keraksiz. Birinchi etapingizda kesin yoningizga shijoatli bolalarni, komandani yig'sangiz, boshqa bosh ishlaydigan chiroyli muomala, ishiga javob bo'ldi. Bu yoq zo'rib ketaveradi. Odamlar pulingizni beradi, mehnatingizni qilasiz, ishlaysiz, xudo xolasa. Lekin tavsiya beraman, O'zbekiston nimasi bilan ishlayotganda, produktli kompaniyalar bilan ishlayotganda strategiyalarni gaplashish, nima o'zi maqsading, o'zingning отдел продажing bo'ladimi, yo'qmi? Agar отдел продаж bo'lmaydi, xotiroma. Biz faqat mana shu partnyorstvo yo'li bilan deydigan bo'lsa, ular bilan ishlasangiz bo'ladi. Menda ham produktim bor, hozircha o'zim sotyapman, lekin xudo xolasa men bu yozlarga borib faqat o'sha marketingni rivojlantirib, nima desam bo'lar ekan, partnyorskiy yo'lga o'tyapman. Chunki meni vaqtim boshqa narsa azil продаж qurgim yo'q. Undan tashqari tajribalar boshqa narsadan o'tib kelgan holatda. Xo'p. Keyingi masala razrabotka keladigan bo'lsa, razrabotkada boy aytganimdek, ko'p davlatlarni qamrab olish kerak. Qamrab olgandan keyin ko'p tenderlarda qatnashish kerak. Tender deganda, davlat tenderlari emas, xususiy tenderlar bo'ladi. O'zining saytlari bor, boshqasi bor, o'shlarda anaqa qilish kerak bo'ladi. Keyin udalenный отдел продаж maslahat beraman. Bizda ham bor udalenный отдел продаж. Misol uchun meni ingliz tilim bum. Rus tilida gaplasha olaman, lekin ingliz tili. Xo'p, o'zimning keyin продажниklarim bor. O'tda nima deydi? U продажникlar bilan anaqaga ishlanadi. Сдельныйga, ya'ni qanaqadir oylik to'lamayman, boshqa nima. Britaniyaning bitta kompaniyasi bilan shartnoma bor. U kompaniya udalenный отдел продаж xizmatini qiladi. Qarang, qanaqa bo'ladi? Ular lead generatorlar hamda lead обработка qilib berishadiganlar. Ya'ni ular Britaniyada turib angliyzishli, tegi ukrainskiy kompaniya o'zi. Молодцы, zo'r bo'ldi. Xullas ular Amerikadan, Yevropa boshqa chet el davlatlarini zakazlarni, misol uchun, men uchun обработка qilishadi, boshqa qilishadi deb aytishadi. Birkamon xullas mana shuncha ish qildi, mana shuncha klient deydi. Zo'r ma'lumot berishadi. Men rus tilini biladim, men ingliz tilida. Men hamma ma'lumotlarni biladim. Misol uchun, даже hobbilarigacha ma'lumot topishadi. Продажа bu ko'pincha nima sotishingiz bu oxirgi narsa turadi. Birinchi o'zingiz sotishingiz kerak, tajribangizni sotishingiz kerak, ishonch berishingiz kerak bo'ladi. Mana shu 3 ta omil katta narsani hal qiladi. Bizani chekladi. Xo'p. Chunki hamma ham misol uchun IT deb yuribdi-da. Lekin ularga o'sha boya aytgan narsam tajriba kerak bo'ladi. Opit kerak bo'ladi o'sha направленияda. To'g'rimi? Shunga o'xshagan biz o'zimiz sota olishimiz kerak. Keyin hop, bizdan продажникlar o'sha institutni biladigan, qiladigan kirib, обработка qilib, gaplashib, uzun встреча boshqa narsa. Xudo xolos kontraktlar olinadi. Hop. Rossiya bilan ishlaganman hozir ko'p. Rossiyada yaxshi pul. Lekin Rossiyadan loqimlari aloqa bank yaxshi qilib beryapti, lekin yaxshigina o'zim kuygan joyi bor. Hop. Shunga ko'plar hozir normal IT kompaniyalar через anaqa ham ishlashyapti. Dubay orqali ham ishlashyapti. Endi biz O'zbekiston orqali ishlayapmiz. Yo'da pul kelishi nimasi muammosi yo'q, normal.
Xo'p. Keyingi narsa produktovoy keladigan bo'lsak, meni fikrim bo'yicha produktovoy направление bu har bir kompaniyada bo'lishi kerak bo'lgan narsa aytishdi. Chunki bu siz stabilность bo'lmaydi. LCV degan tushuncha o'tgan safar aytdim. Razrabotkada qiyin. LCV ni ushlash. Undan tashqari razrabotkada aytgancha bitta yomon ko'radigan IT kompaniyalarim bor, turlari. Xo'p, men razrabotka qildimmi? Men kattaroq anaqani yaxshi ko'raman, объемni-da. O'sha объемni qilsam, mayda-chuyda ishlarni yoqtirmayman. Bolalarga kerak bo'lsa o'ziga ham berib yuboraman. Mana shuncha oylik berib turasan yoki nima qilasan? Menga ortiqcha pul kerak emas degan joylarim ko'p bo'ladi. Menga ko'proq объем qiziq bo'ladi. Eng qiziq joyi shu. Ya'ni ish tugayapti, tasavvur qilinglar. Ish tugayotgan joyda bir xil IT kompaniyalar nima qiladi? O'ziga boylab olishga harakat qiladi. Har xil yo'llar bilan, boshqa narsa bilan. Bizning farqimiz, biz boshida steklarni kelishamiz. Endi ko'p kompaniyalarga e'tibor beryapman. Steklarga e'tibor berishyapti. Texnologik stek. Ya'ni nimada yozasan, nimadan bizga qilib berasan? Misol uchun Pythonda yozasanmi, Javada yozasanmi, tushuntirishadi. Chunki ayrimlari misol bir xillarni o'zini frameworki bo'ladi kompaniyalarning. Ya'ni o'sha o'zi yozadigan nimasi bo'ladi. Boshqa kompaniyalar undan foydalanmaydi. O'zbekistonda ham shunaqa kompaniyalar bor. Boshqalar foydalanmaydi va boshqalar u narsani nima desam ekan, support qila olmaydi, texpatishga qila olmaydi. Boshqalarga shunday beriladigan bo'lsa, xuddi ana mashinangizni ustiga olib borsangiz, aytaylik, sizda BMW da, shunday olib borasiz Dayvonikiga. Aytadi, "Aka, bu BMW deydi, bilmayman buni" deydi. Misol. Bunda ham xuddi shunaqada. Vot. Ya'ni ularning o'zini framework yozib olgan, o'ziga boylab olish uchun. Yoki bir xillar Laravelda yozadi, PHP deyishadi, eski til. Ancha oldin mashhur bo'lgan, lekin hozir mutaxassislar kam. Hozir boshqa tendensiya ketyapti. Biz ayrim PHP da bo'lgan produktlarni anaqaga ko'chirganmiz, JavaScriptga ko'chirganmiz. Bu endi kamida nima desam ekan? Bizning komandani mощностьiga qarabdi. Sababi boshqa ko'plarda yo'q unaqa nimalar. Sababi biz o'sha yaqinda mana qancha bo'ldi? 2 oy bo'ldi. Даже Oracle ham qo'shildi bizga. Juda ham katta anaqa tech stackimiz bor bizning. Ular kompaniyalar kam. Mana даже bir xillari bor, zo'r komanda, zo'r ishlaydi. Kompaniya o'rnida. Lekin ular Javada asosiy ishi bo'ldi. Pythonga ham burilmaydi, boshqa nimaga ham burilmaydi. Endi men bitta tilda misol qilib aytayapman. Vot. Bizda misol uchun hammasidan bor. Qo'ldan kelgancha ishlaymiz. Misol o'sha Go'da bo'ladimi, boshqada bo'ladimi, qilib beriladi. Eshitamiz, tajribadan kelib chiqib, keyin biz texnikamizni prezentatsiya qilamiz. Misol, yaqinda bitta kompaniya fintech yo'nalishi taqdimot qilamiz Go'da. Kursni beramiz, nimaga Go'da qilishimiz. Ular aytibdi, Pythonda qilgan deyapti. Biz aytamiz, "Davay, biz Go'da qilib beramiz." Nimaga? Birinchidan sen so'rayotgan deadline, ya'ni sen test xohlayapsan. Pythonda test bo'lmaydi. Sabablarni ko'rsatib, Go'da nimalar yozilgan? Mana bu misol uchun mashhur platejniy sistemalar deb olib chiqib berilyapti. Odamda ishonch paydo bo'lyapti. Biz aytamiz, sen agar o'zingni bozoringda o'rningni saqlab qolib yoki oldinga o'tib olmoqchi bo'lsang, boshqa senga vaqt muhim bo'lsa Go'da yoki senga bezopasnost uchun alohida yozamiz deyapman-da. Birinchi chiqib olaylik deyapman. Bezopasnost yonidan qurib ketiladi. Pythonda bilasizlar, sразу ichkaridan qilsa bo'ladi, bibliotekasi katta. Yana joylar tushuntiryapman, iloji boricha. Bu vaqt oladi deyapman. Keyin bo'ldi, zo'r deyapti, tushuntirgani, yana qilgani bo'ldi, ishlaymiz, xudo xolasa gaplashilyapti. Vot.
biz hozir shunaqa ishlaymiz misol. Bo'ldi, aka qilib beramiz emasda. Qilib beramiz. Mana asosda mana bunaqa nimaga to'g'ri kelasan, duch kelasan. Bu sababi shunaqa. Puli o'shani hisobiga bunaqa bo'ladi. Yoki mana bunaqa holating bor, puli mana bunaqa. Bunaqa holating bor, bunaqa qaysi birini tanlaysan? Bizning xizmatimiz shuncha. Tushuntiryapman. Klient ishlayapti. Klient ishlayapti tajribamizga. Klient ishlayapti bizga. Klient ishlayapti ularning produkti bizga ham qiziq. Shunaqa narsa. Xo'p. O'shanaqa yaxshi bo'lmagan IT kompaniyalar ham bor, o'ziga boylab olmoqchi bo'lgan. Menga qiziq emas boylab olish. Nabarot, men ishlayotganlarimda IT отдели bo'ladi o'zini. O'shalarga supportga berib yuboramiz. Xo'p, keyingisi produktovoy boya gap ochilib chalib qo'ydi. Ko'p IT kompaniyalarda produktovoy bo'ladi. Menimcha kelajakda. Nimaga desalaringiz, produktovoysiz stabilность sal qiyinroq. Produktovoyda pul topish osonroq. Nimalarga nisbatan, chunki cheklari o'rtacha cheki $100 dan bo'lishi mumkin. Umumiy sotuv endi yo'nalishiga qarabdi. Endi men juda katta yo'nalishlarni o'rmayapman. Misol uchun kichkina CRMchalar, boshqa narsalar. O'sha kompaniyalar oyiga $100 to'lab ishlatib, anaqa qiladigan. Chunki bozorda o'sha izyuminkalar bor, gigant kompaniyalar. Ular nima desam bo'larkan, o'zini IT kompaniyalarni ham qurishyapti-da, o'zlari ham IT kompaniyaga aylanib ketishyapti. Keyin bozorda kichik kompaniyalar bor, o'sib ketayotgan kompaniyalar bor, o'rta kompaniyalar bor, to'g'rimi? Ular esa programma yozdirish, boshqa qilishga birinchidan tayyor bo'lmaydi. Aqliy, moliyaviy tomondan ularga vaqtinchalik o'sha ishlatib turishga programmalar ham anaqa ancha-muncha nimasini yopib qo'yadi. Potrebnostini yopib qo'yadi. Xo'p. O'shani hisobiga produktlar plyusda bo'ladi deb o'ylayman. To'rtinchi, unda boya aytdim, security направление. Securityga keladigan bo'lsa, xo'p. Securityda boya aytganimdek, bu yog'iga rivojlanadi. Chunki ko'p kompaniyalar o'zini serverlarni olishyapti. Ma'lumot juda ham qimmatlashib ketyapti bu yog'iga. Ma'lumotga upor, qiziqish, ma'lumot vaqtida Rockefeller bitta qiziq fakt bor. Fransiya Napoleonni bilishadi. Fransiya o'sha imperatorini. O'sha ular Moskva ostonasida mag'lubiyatga uchraydilar. Shunda informatsiya, pul degan narsani olib kirgan ekan. Odam. Rothschild ekan, uzr, adashdim. Rockefeller bo'ldi. Rothschild. O'sha vaqtda qiziq voqea sodir bo'ladi. Ya'ni Napoleon jangda yutqizdi. Bonaparte yutqizganligi haqida xabar kelishidan oldin Rothschildga yetib keladi xabar. Shunaqa bo'ldi. Keyin ular nima qiladilar? Ular hamma aksiyalarni sotadi. Sotib xullas ma'lumot Fransiyaga ofitsial yetib kelguncha sotiladi. Bu dani yaqinda Eronning temasi bo'ldi. O'shanda nima Tramp mladshi bor, kichkina $30 million neft sotib olgan temasi bor. Xuddi shunaqa ish qiladi. Sotib oladi-da, sotib yuboradi. Sotib yuborgandan keyin xabar keladi. Fond bozori quliydi Fransiyada. Kopeyka bo'lib qoladi. Rothschild qo'lida esa katta summa bo'lib qoladi. Qulaganda nima bo'ladi? Sentrabanki ham quliydi. Va har qanday vaziyatda yomon holatda, urush holatida bilasizlar, eng asosiy valyuta bu oltin bo'lib qoladi. Shunda Rothschild esa tilla bilan shug'ullanishga
eng asosiy biznesi, birinchi biznes ularni. Xo'p, keyin u odam nima sotib boshqa qilib hammasini tillaga almashtirgan bo'ladi. Keyin nima qiladi u odam, bilasizmi? Keyin u odam Fransiyani Sentrbankini xususiylashtirib oladi. Ya'ni davlatni kreditlaydi. Va shunaqasiga buyuk imperiya qurish boshlanadi Fransiyada. Ya'ni ma'lumot o'shanda aytadi Rothschild, ma'lumot bu pul to'p. Hozirgi kunda mana endi yana ham bu yaqqol bo'lyapti. Chunki hamma o'zgarishi, har xil metodlar, boshqa narsalar yordamida brend yaratadi, produkt qiladi, qaysidir bosqichga olib chiqadi va o'sha olib chiqilgan bosqichdan mehnati, u tajriba. O'sha tajribani keyin boshqalar qo'llaydigan bo'lsa, xo'p, yaxshi natijalarga erishiladi. Shunaqa. O'shani hisobiga bu ma'lumotlar qimmatli. Nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham. Xo'p. Shuni hisobiga endi security направление rivojlanadi. Endi o'sha IT направление haqida ma'lumot beriladi. Endi men o'sayotgan, rivojlanayotgan bo'layotganlarga продуктовый security ya o'tib ketaman. Produktni yana rivojlantiryapman. Nima desangiz yana bitta katta startapim bor. Hozir o'shani ustida ishlayapti. Development qoladi. Upor lekin anaqaga o'tib ketadi. Startapga, o'sha produktni направлениеga и security направлениеga o'tib ketalinadi. Вот. Shunaqa. Rahmat sizlarga. Aloqada qolamiz. Keyingi anaqamiz, temamiz endi vibe coding bo'yicha bo'ladi. Hozir как раз ko'chaylanib yuribman. O'shani aytib o'tib ketaman. Vibe coding, ya'ni bugunmidi, kechamidi eshitib qoldim. IT biznes sinadi, bo'ldi. Chunki endi anaqa sun'iy intellekt ham programma yozyapti, bo'ldi degan voqealarni eshitdim. O'shalar haqida men o'z fikrimni va o'zimiz sinab ko'rgan narsalarni men sizga aytaman va qanchalik bu haqiqat, yolg'on, imkoniyatsiz men sizlarga xabar beraman.